Quyosh qilar jez ikkita asal qiz bizchi o'zi onasini yemsin. Bir qarg'ish urdimi bizga, la'nat urdimi? Mobillarning qadriga yetmadik biz. Biz o'sha paytda bo'lmaydi bu qiz, qo'shiqlarni qara ma'nosiz dedik. Anoni endi gapirmam bo'lmaydi kimida. Endi gapirsak bo'lar, endi prezidentning nevarasimida. Endi gapirsak bo'lar. Uni men bir katta shaxs sifatida ko'rayotganim yo'q, o'ylaygar. Uni men bloger, cringe bloger, xuddi Jaschanga o'xshab, o'shanday qilib blogerga o'xshatib yubordim. Uzr menga tegib ketgan bo'lsa, agar sizlargacha yetib borsa-da endi biz videolar. Biz kichkina bloger endi kim ham bo'lardi. Просто mobillar zo'r. Nomer 1. Cringe, zo'r muzikalar ta'sir. Orqandagi dumma, orqadagi kayfiyatni qochiradi. Mana shunaqa muzika yaxshiroq edi. Hatto bitta ma'no narsa bor, dumma, kod haqida-da.